Okay, hi everyone and welcome back to our class, and today we will learn lesson 18. What are their jobs? Okay, arkadaşlar aldığımız dersimizde öğrengendik bizniki şu isimlerin köplük şekli. Ona da hem de şu sual cümlelerin, addi sual cümle hem de alaylı sual cümlelerinki hem de şu köplük şekillerini öğrengendik. Hem de bugünkü dersimizde şu köplüklerini qanday qilmaymiz. Sonra tekrarlaymiz. Demek, what are their jobs? Ularning xizmatlari nima? Xo'sh, endi qaranglar. Okay, endi qarab baqadan bo'lsak ekranga. Bu yerda what are their jobs? Ularning xizmatlari nima? Shunami? Desa they are mechanics. Endi javob bergandim cho'qim hamda bu yerda they are, masalan, Uyg'ur tili bo'lsa, ular remote deymizmi? Masalan, hargiz ular remotechilar deb alohida ta'kidlab ketmaymiz. Chunki ham Uyg'ur tilida sanag'ini bo'ladigan ism, sanag'ini bo'lmaydigan ism deydigan hukm yo'q-ku. Shunga hamda mushunga kelganda men Uyg'urchadan diqqat qilib ketmaymiz. Lekin inglizcha desanglar cho'qim diqqat qilishimiz kerakmi yana? Bularning bu yerda oldida they demakchi o'sha be fe'lininki oldida nim bo'lsa, oldida ko'plik bo'lsa, oxir cho'qim ko'plik bo'ldi. Mushunga aytib diqqat qilamiz. Agar birlik bo'lsa nima desanglar birlik bo'ldi. Misha oldida they ular bo'ldimi? Keyin cho'qim shu xizmatlarning ko'plik bo'lishi kerak. They are mechanics sanag'ini bo'lgan ismlarni. They are mechanics. Masalan, they are engineers. Okay, they are engineers. Ular bo'lsa nima? Injenerlar. Ular bo'lsa injenerlar. Demak, endi mushunga they mi ko'plik, engineers mi nima desanglar ko'plik. Masalan, they are teachers. Ular bo'lsa o'qituvchilar. They are teachers. O'qishlar nima desanglar? Nima? They are policemen. Men degan i yozildimi ko'plik. Ya'ni-chi they are housewives. Housewives. Bo'lsa bizningki oldin qatimliq darslariki mush asqatish qoidasini yana bir takrorlayversanglar, ashuna nihoyat tafsiliy holda tushuntirib berilgan. Ashuni ko'proq takror qilsanglar. Xo'sh, aniqda bu darslikning yana so'zliklarim yo'q, savodashim mashq asosan qanday qilmaydi. Desanglar ko'p mashq qilgan gap. Xo'sh, hamsa men mashqlarni, ulgulik misollarni bir ishlab boqaylik, qaranglar. These men are lazy. Bu er kishilar qanday desanglar, er kishilar bek urun. Okay, nima? They are sales reps. Ular bo'lsa nima desanglar, mal sotuvchilar. They are sales reps. Ular nima? Tonishtirib mal sotuvchilar. Demakki, endi bo'sh o'ringa nima qilish kerak desanglar, they qilish kerak. Masalan, that man is tall. Adam bo'lsa, kishi bo'lsa egiz. Okay, ma'nochi? He is a policeman. Okay, endi bu kishiga birlikka nima desanglar, he almashib kelgan. Shunga he is a policeman. U bo'lsa nima arsoqchi. Qarabanglar, those girls are busy. O qizlar bo'lsa oldirash. Okay. Endi o qizlar bo'lgandan keyin ko'plik shundami? Ular men almash kelgan nima? They are keyboard operators. Ular bo'lsa knopka nima? Odatda kompyuter mashg'ulot xodimlari. Our names are Brett and Ange. Okay, bizning ismlarimiz was Brett and Ange. Okay, hamda biz deymizmi, hamda biz bo'lsak, demak endi mishaga we are Swedish. We are Swedish. Demak hamda savodashlar, sizlar shu kitoblarniki, mashqirga ashna qo'ysanglar, qanday desanglar, bo'lgan gap. Endi men keyingisi qaranglar. Look at our office assistant. Endi bizningki ishxona yordamchimiz qarang. He's very hard working. Yoki nima? She's very hard working. Okay, endi misharik u deymiz, shunami? She's very nima? Hard working. And look at Nicola. And Nicola bo'lgandan keyin nima desanglar? Nicola degan qiz bola, shunga nima? She's very pretty. U bo'lsa intayin chiroyli, shunami? She's very pretty. Endi misharik pretty degan so'z, ana chiroyli degan gap. She's very pretty. Okay, pretty girl. Xo'sh, asmacho, Michael and Jeremy are employees. Hamda chunki Michael and Jeremy ishkadam shunami? Ishkadam bo'lgandan keyin nima desanglar, ko'plik sanalgan gap. Shunga Michael and Jeremy are employees. And ular bo'lsa they are sales reps. Ular bo'lsa mal sotuvchilar. Shunami?
Xo'sh, hamsa mana keyingi misol qarab baqaylik. Buni demaysanlar mechanic and sales rep. Endi mana example qarasanlar, birinchi ular nima deb so'raymiz sanlar, what are their jobs? Cho'qim mana bir savol bo'lishi kerak. Ularning xizmatlari nima? Birisi mechanics, remotechilar, sales reps, mal sotuvchilar, tushunami? Ikki xil bo'lgan ekan, bu yer ularning xizmatlari nima? Okay, desa, endi yana bir oddiy savol jumla so'raydi ekanmiz mana. Are they mechanics or sales reps? Ular remotechilarmi yoki mal sotuvchilarmi? Desakchi, they aren't mechanics. They are sales reps. Demek ki mesela oldiki mekanikni olmay qanday desanlar oxirgisini qanday qilamiz? Conditional qilamiz. They aren't mechanics. Ular nima emas? Mexanik yoki remotechilar emas. Ular bo'lsa nima desanlar? Mal sotuvchilar. Okay, hamma keyingisi qaranglar sog'lashlar. Buni nima desanlar? Nurses or teachers. Sistralar yoki nima o'qituvchilar. Endi birinchilar so'raydigimiz what are their jobs? Ularning xizmatlari nima? Endi oddiy savol jumla. Are they nurses or teachers? Ular sistralarmi yoki nimalar o'qituvchilarmi? Are they nurses or teachers? Nima? They aren't nurses. They are teachers. Ular sistralar emas, ular o'qituvchilar. O'qituvchilar. Demakanda birisini inkor qilamiz, birini. Demakchi mishara, aslida nima o'rgatmoqchi desanlar, shu ko'plikni qanday inkor qilishni, qanday shu conditionalni yozishni. Inkor qilish qanday qilmaymiz desanlar, mishara are-ning keyiniga not-ni qo'ysak are not, tushunami? Aren't. Ara deb shu BP-ning keyiniga not-ni qo'ysak inkor bo'ladi. Endi mishara what are their jobs? Ularning xizmatlari nima? Shu intayim bo'yin. Xo'sh, hamsa bugungi darsimiz bu. Mishagichi bo'lsin. Endi sizlar shu ekrandagi o'lgulik misollarga asosan qog'inni qo'l tayyorlab qanday desanlar ishlab beringlar. Buning o'lchamlik javobi bizniki shu abdetalniki undarisliklar deganda-chu. Sizlar shu 19-dars o'rgan, 18-dars o'rgan olma, 18-17, 18-darsdan tega qarasanglar, shundan tafsiliy javob berilgan. Avval cho'qim ishlab bo'lib, uningdan qaranglar. İşlemeye qarsanlar bo'lmaydi. Ishlab bo'lib qanday desanlar, bizdan shu abdetalni qarsanlar bo'ldi. All right, that's all for today and see you next time. Goodbye.